Assalomu alaykum azizlarim, salomatmisiz? Qarang, mana qaysi joyini kovlasam mana shunaqa narsa. Ya'ni chuvalchin chiqib kelyapti. Mana hozir yana bitta joyini kovlaymiz. Tavakkal mana. Qarab turing. Mana ko'rdingizmi? Qo'limda telefon bo'lganligi uchun sal qiynalyapman. Buni qarang. Qaysi joy kovlansa chuvalchin chiqib keladi. Mana ko'rdingizmi? Endi savol tug'iladi, menga nima keragi bor buni? Men chorvador bo'lsam, bu chuvalchinga nima keragi bor deydigan bo'lsangiz, mana bu go'ng. Chorvadorning bosh og'rig'isi bu. Tegini tozalaysiz qo'yni. Keyin bugun to'planib yotadi, sasiydi, pashshatalaydi. Hozir ko'p pashsha kamaydi, lekin yozi bilan bu bosh og'rig'i edi. Qayerga yo'qotishni bilmasdan ba'zida yalinib birovlarga berib yuboriladi ham. Lekin buni mana bunaqa daromad manbaiga aylantirsangiz bo'ladi. Bu biyagumus bo'ladi. Mana bu chuvalchang beminnat xizmatchi. Bunga faqatgina shu go'ng bersangiz bo'ldi. Unga boshqa hech narsa kerak emas. Qishin yozin erinmasdan qiladigan ishi faqat go'ng yeydi. Keyin nima bo'ladi desa, keyin bu go'ngni yeb, uni biyagumusga aylantiradi. Biyagumus juda ham bir kerakli narsa. Qishloq xo'jaligida bog'dorchilik bo'ladimi, ko'chatchilik bo'ladimi, umuman oddiy ekin ekaman desangiz ham biyagumus yerga soladigan bo'lsangiz, ortiqcha xarajatsiz, mana shuni o'zi bilan juda ham ajoyib sifatli, hech qanaqa ximiyasiz ekinlarni yetishtirsangiz bo'ladi. Keyin nima bo'ladi desa, buni sotishingiz mumkin. Sotadigan bo'lsangiz, bu qo'yingiz yeydigan yemni bir qismini xarajatini ko'tarib beradi. Aniqrog'i ko'proq qismini ko'taradi va bu sizni daromadingizni oshishiga xizmat qiladi. Mana shuning uchun kerak bu narsa.